Yulduz Usmonova Ka'ba kalitini sotib oldi. Soft spray bilan tez bo'shanishga barham bering. Prolongator Spray Soft kompaniyasining O'zbekistonda o'zimizda mahsulot 100 dan shu bemorlarga berganimizda hammasida jinsiy aloqani birmuncha vaqtga uzaygan. Ba'zi bir bemorlarimizda-chi 40 daqiqagacha bu narsani uzayganligi ko'rsatilgan. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va xabarlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Usmonovaga Ka'batullohning dunyoda 3 dona bo'lgan kalitining biri sovg'a qilishgani ko'rsatildi. Ko'pgina mishmishlarda Yulduz Usmonova Ka'ba kalitini sotib olgan deya xabarlar tarqaldi. Aslida esa Yulduz Usmonova juda katta xayriya va ehsonlar qilib, muhtojlarga va uysizlarga 2 xonali 3 dona uy sovg'a qilgani, Ka'batulloh kalitini saxiy insonligi sababli sovg'a qilishdi. Yulduz Usmonova bir necha kun oldin o'zining 20 kunlik konsertini yakunladi. Bundan tashqari, ro'za Ramazon oyida har kuni bir-biridan shirin taomlar qilib, o'z muxlislarini xursand qilmoqda. Yulduz Usmonova muxlislari video ostida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.